Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Flash Gamer Minecraft. Do'stlar, bugungi videomizda bizning qishlog'imizga prezident keladi. Bu esa juda ham yaxshi degani. Kelsa bu juda ham yaxshi do'stlar. Prezident yaqinda keladi. Reksiler ketib qoldi. Biz endi bu yerda nima qilsak ekan? Yo'llarda, yerlarda tekishlaymiz, mayli. Mana o'sha yerlar. Yo'llarga bitta ekran chiqsam kerak. Do'stlar, 700 odam videomni ko'ryapti, lekin obuna bo'lmayapti. Nima uchun? Ungacha bizlar aniq 700 ta bo'lar edik do'stlar. Obuna bo'lib like bosishni unutmaysizlar. 700 ta. Do'stlar, umuman hech kim obuna bo'lmayapti deganlarda bu. Hoş. Benim çabuğum. Hoş. Benim sınıfım. Hoş. Oğlum benim prezident girişelim küçük kaldı. Hoş, bana baksın, beni öğret, karar beni hem ışınlıklasın, düşündün mü? İyi bakışlardı benimce, birinci olarak koysam burada. Beni bitti, nima kurber karar, bitti, bak kurber, onun içine bitti, bu keçe kurber, şurada yaşayımı boyunca tek bitki, izi vardı önemli. Prezidentliğimde tüpüremem batıştı. Do'stlar, mana. Nerede prezident? Yo'qmaydi, nima qilganman? Mayli, kreativda saqlab qo'yganimga shukr, hamma pulini optimopti yaxshi. Save qo'yish kerak endi bu yerda. Tak. Mana shu yerda qo'yish kerak. Ko'rinib turadigan joyda deydi, lekin qattiq blok deydi. Bedrock, tak, obsidian. Так, kimlar qo'ysak bo'ladi, to'g'ri. Oradan yashaykan. Yashash odamni ezishi mumkin. Lekin prezidentda hamma shuni qilishi mumkin. Mer, majitelni nima bo'lsa ham ko'chib ketdilar. Endi nima qilsam bo'ladi mana. Birinchi o'ringa qo'ydi, lekin do'stlar, agar mana shu bunga yaxshiligini qurib bersam, bu juda ham yaxshi bo'lardi-da. Birinchi o'ringa chiqsam, meni mer tayyorlash mumkin do'stlar, rostdan-da. Mana. Boshiga shunday qilib olayman.
Так. Ben bir yer kere girmesi ki. Так. Atrafı tiner bilen vurup çıksam. Menimcha mustahkam bo'ladiganga o'xshayapti-da. Bu nima atom bombasi chiqib videomdagidek qilmayman. Lekin bundan sal yaxshiroq chiqishiga ishonaman. Fedorov nima olding desangda u podvalda ham bo'lishi kerak, pullar saqlash uchun. Shuning uchun podvalga ishlatdi ekan. Yana bir bolalar deb ajrasa kerak prezident. Bu prezidentdan bir ko'rami yo'qda. Evet. O'z boshimcha o'zi bilganini qiladi, lekin qanday prezident bo'lgan bilmayman. Shuning uchun bu prezidentni tezroq ketishini kutishim kerak. Kitob bitiraman. Hamma jarashlarga chidasam meni nima qilib bo'lsam men qishloqni tark etmayman. Sotib yuborishim mumkin. Tepasini qilsam ekan. Chiroyli bo'lsin deydi, Zumrad yaxshi ko'radi. Har holda prezident. Menimcha nima podval kerak emas. Jadvalda ko'rsatsa kerak. İçine cihazlar şart emas menimcha, chunki prezidentga kerak emas u. Tepasi Zumraddan o'zi haqiqiy pul. Cihazlanmasak menimcha ko'tarmasa kerak, burchaklarga qo'yamiz. Divorni qo'yish kerak. Taxt kerak-ku. Mushoqani taxti bo'lsa. O'tiradi. Ana shunaqa olmoslardan qo'yib qo'ysam.
qancha yaxshiroq bo'ladi degan umiddaman. Mana bu yerda esa oltin bilan bezatsam. Yaxshiroq bo'ladi degan umiddaman. Tak. Mana haqiqiy qurolning xazinasi. Buncha boylikni umrini oxirigacha bemalol yashasa bo'ladi-da. Tak, qayerda? Voy dod. Ana men taxt deydi endi. Uşak ne diyordu? Ama cüzeye takıyorum, doldurup çıksam. Dostlar, hakiki. Hatta var, hiç var. Personel kurmaslığı için sağlıklı yaş kurardı. Bugün kirgesiz neçe bal neçe bal vergen bulardınız. Komentlerde yazıp ketin.